tekislikning aylana bilan chegaralangan qismiga doira deyiladi. Doira tekislikning aylana bilan chegaralangan qismi. Tekislikning aylana bilan chegaralangan qismi nima deyiladi? Doira deyiladi. Tekislikning aylana bilan chegaralangan qismiga doira deyiladi. Doiraning yuzi bor. Doira yuzini topish formulasi S teng P R kvadrat. R doiraning radiusi. Demak, R radiusli doiraning yuzini topmoqchi bo'lsak, uning yuzini biz P R kvadrat formula bilan topamiz. P R kvadrat doira yuzini topish formulasi. Demak, mana shu tekislikning aylana bilan chegaralangan qismini yuzini topmoqchi bo'lsak, P R kvadrat formula bizda doiraning yuzini beradi. Xo'p. Keling mana shuni misol ko'ramiz. Masalan, shunday savol beramiz. Savol quyidagicha. Agar doiraning radiusi 10% ga oshirilsa, uning yuzi necha foizga ortadi? Xo'p, demak, berilgan doira R radiusi doira berilgan bo'lsin. Xo'p, R radius. Agar uning radiusi 10% ga ortilsa, radiusi 10% ga ortilsa. Xo'p, biror bir sonni 10% ga ortirish uchun shu sonni ko'paytiramiz 1 qo'shilgan 10 taqsim 100 ga. 1.1 R bo'ladi. Demak, 10% ga ortirilgan paytda radius nimaga teng bo'ladi? 1.1 ga. Demak, doiraning radiusi R edi. 10% ga ortilgandan keyin 1.1 R bo'ldi. Savol so'rayapti, yuzi necha foizga ortdi? Doiraning dastlabki yuzini hisoblaymiz. Doiraning dastlabki yuzi P R kvadrat, doiraning yangi yuzi esa 1.21 P R kvadrat. Doiraning yangi yuzidan eski yuziga aylanamiz. Aylanganimizda 0.21 P R kvadrat farqini ko'ramiz. Endi 0.21 degani bu deganiki 21% degani. Demak, doiraning necha foiz ortar ekan? 21% ga ortar ekan. Demak, agar doiraning radiusini 10% ga orttirsak, uning yuzi 21% ga ortadi. Navbatdagi savolga ko'ramiz. Navbatdagi savolda shunday deyapti. Diametri 35 ilzosida 2 ga teng bo'lgan ikkita vodoprovod quvurini suv o'tkazish qobiliyati shu ikkita quvurnikka teng bo'lgan bitta quvur bilan almashtirish kerak. Katta quvurning diametrini toping. Masala shartida vodoprovod quvuri deyapti. Demak, bizda ikkita vodoprovod quvuri berilgan. Ikkalasining ham diametri bir xil. Ularning diametrlari nechaga teng? Xo'p, 25 ilzosida 3 ga teng. 25 ilzosida 2 ga teng. Demak, diametri 25 ilzosida 2 ga teng bo'lgan. 25 emas ekan? 35 ilzosida 2. Demak, diametri 35 ilzosida 2 bo'lgan. Ikkita vodoprovod quvuri berilgan. Diametri 35 ilzosida 2, 35 ilzosida 2. Mana shu ikkita quvurni o'rniga bitta quvur olamiz. Shu bitta quvurimiz mana shu ikkita quvurni o'tkazish qobiliyati bo'yicha bir xil bo'lishi kerak. Endi savol paydo bo'ladi. Quvurning o'tkazish qobiliyati nimaga bog'liq? O'tkazish qobiliyati albatta quvurning ko'ndalang kesimiga bog'liq. Quvur bu silindrsimon shakl. Agar undan ko'ndalang kesim olsak, ko'ndalang kesim hosil bo'ladi. Aylana yuza jihatdan hosil bo'ladi, doira hosil bo'ladi. Agar yangi quvurning ko'ndalang kesim yuzi mana shu ikkita quvurning yuziga teng bo'lsa, demak bu nima degani bu? O'tkazish quvvati bir xil degani. Xo'p, shuning uchun ana bu ikkitasi yuziga teng bo'lgan yuzali yangi quvur olishimiz kerak. O'sha yangi quvurning radiusini topamiz. Oldin har bittasini yuzini topib qo'yamiz. Birinchisining yuzi 35 ning kvadrati ko'paytirilgan 2pi
35'nin kvadratı ko'paytirilgan 2 teng pi r kvadrat. Pi'lar qisqaradi. 35'nin kvadratini chiqaramiz, qavdan tashtirib 4 bo'ladi, teng r kvadrat bo'ladi. R teng bo'ladi, 3 chiqarsak 70 bo'ladi, 70 ga. Demak, yangi quvrimizning radiusi nechaga teng? 35 izoh 2 ga. Masala shartida diametr degan. Endi radiusi bo'yicha topdik-ku, to'g'rimi? Radius deb oldik. Agar radius deb olgan bo'lsak, diametr bo'lsa shunday bo'ladi. Diametr bo'lsa shunday bo'ladi. Nima o'zgaradi? Bunda 2 bo'ladi, bunda 2 bo'ladi, bunda 2 bor qisqarib ketadi. Taqsim 2 demoqda. Ya'ni hozir bir radiusini 35 izoh 2 yarim taqsim 2 bilan bar 4 la qisqarib ketadi. Baribir shunday bo'ladi. Endi shuni formula qilamiz. Qanaqa formula? Agar radiusi r ga teng bo'lgan n ta quvur berilgan bo'lsa, demak n ta quvur. N ta radius nimaga teng? R ga. Shuni o'rniga bitta quvur bilan almashtirish kerak bo'lsa, shu bitta quvurning radiusi r ildizi n ga teng bo'ladi. Demak, radiusi n ga teng bo'lgan, r ga teng bo'lgan n ta quvurni o'rniga o'tkazish qobiliyati shu bilan bir xil bo'lgan bitta quvur olganimizda, yangi quvurning radiusi r ildizi n bo'ladi. Masalan, diametr bo'lsa-chi, diametri d bo'lgan n ta quvur o'rniga bitta quvur olish kerak bo'lsa, bitta quvurning diametri d ildizi n bo'ladi. O'shanda bu n ta quvur bilan olingan bitta quvurning o'tkazish qobiliyati bir xil bo'ladi. Har birining diametri 25 izoh 3 ga teng bo'lgan 3 ta quvur o'rniga o'tkazish qobiliyati 12 bilan teng bo'lgan bitta quvur bilan almashtirildi. Agar diametri 25 izoh 3 bo'lsa, har birini 3 ta quvur. Shu 3 ta quvurning o'rniga olinadigan bittasini esa 25 izoh 3, ya'ni izoh 3. Necha bo'ladi? 75. 3 ta quvur bu. Har birining diametri 25 izoh 3. Uni o'rniga bitta olyapmiz, uniki necha bo'ladi? 75 bo'ladi. Va uni o'tkazish qobiliyati 3 ta bilan qisqaradi. Mana shunday shakl. Shu shaklda ma'lumot berildi. Qanaqa ma'lumot berildi? Birinchi ma'lumot, mana bu O2 nuqta ekan. Mana bu yerda O1 nuqta bu. Keyin bu yerda O3 nuqta bu. AB teng 8, 4 ta AC, 4 ta COB teng 4 ta O1D, 4 ta DB. Rasmdagi shtriqlangan soha yuzi aniqlansin. Bu yerda AB, AD va BD doiralarning diametrlari. O1, O2, O3 doiraning markazlari. Xo'p, savol. Ana shu ma'lumot berilgan bo'lsa, topish kerak shtriqlangan soha yuzini. Shtriqlangan soha yuzini biz nomlaymiz. Bu nomni bodongul deymiz. Bodongulda. Bu shakl, agar kim mana bu miniatyura bilan shunsa, bu o'sha miniatyurada naqadar bor-ku. O'sha yerda shu aynan shu shaklni nomini bodongul deydi. Bodongul shakli. Bu qanday hosil bo'lgan? Bitta yarim doira, yana bitta yarim doira, yana yarim doira. Endi ana bu nuqtalar qayerda olinishi farqi bor, lekin har safar nima bo'ladi? Shunaqa naqsh hosil bo'ladi. Do'ppilada bo'ladi, e'tibor bergan bo'lsangizlar. Shunaqa yoki so'zalmada bo'ladi. Endi hozir birinchi navbatda bizga shu 3 ta aylanadimas kerak. Doirani radius kerak. Radiusni topsak bo'ldi, 160 qiyin emas. Qanday qilib qiyin emas? Katta yarim doiradan mana bu yarim doira yuzini ayiramiz, keyin yuzini qo'shamiz. Lekin hamma gap mana radiusda. Radius topsangiz, yo'li oson bo'ladi. Endi AB, A bilan B ham qo'ying. AB 8 ga teng. Uje kattasi bittasi radius topildi. Katta yer necha bo'ldi?
4 bölüm. Diametre sakkiz, radius 4. Endi AC, ana bu C ekan. AC 4 ta AC teng 8 degan. AC. Yo'q, C nuqtada ekan. Bu da ekan. Bu da ekan, bu C ekan. Ana qarang, 4 AC 4 ta AC, AC 2. Ko'rish. CO1 keyin O1 D1 anlaydi. Ana bundan mana bu tenglikdan AC ikkilik topildi. Bu tenglikdan CO1'ning ikkiligi topildi. Bu tenglikdan O1D'ning ikkiligi topildi. Endi agar AC 2 bo'lsa, CO1 2 bo'lsa, O1D1 2 bo'lsa, AD nechi bo'ladi? 6. 3 2 ku? 6. Endi AD 6 bo'lsa, markazi O2 da bo'lgan aynalarning radiusi nechi bo'ladi? 3. Radius 3 bo'ladi. Ikkinchi radius 3 bo'ladi. Endi hammasi 8 edimi? AD nechi? 6. BD nechi? 2. Yani O3B nechi bo'ladi? O3B 1. O3B 1 bo'ladi. Endi yuzni topamiz. Doira yuzi pi kvadrat. Kattasini radiusi nechi? 4. 4 ning kvadrati qarab pi bo'lamiz 2. Nima 2 ga bo'ldik? Yarim doira ku. Kattasidan ayiramiz. Buni radiusi 3 mi? 9 pi bo'ladi. Bo'lamiz 2 ga qo'shamiz. Buni radiusi 1 mi? Pi taqsim 2 ni qo'shamiz. Chunki buni radiusi 1 bo'lsa, yuzi pi ga teng doirani, yarim doirani yuzi pi taqsim 2 ga. Endi bu 8 pi ayrilgan 4 pi 4 pi. Mana shu shaklning yuzi nechaga teng bo'ldi? 4 pi ga teng. Mana shunday chislo bor. Mana shunday shakl bor. Bu shakl geometriyada, algebrada mashhur shakl hisoblanadi. Yo, bu nomi bor. Mana shu shaklning nomi, kim nomlagan shu shaklni? Yo'q. Bu shaklning nomi Arximed pichog'i. Arximed pichog'i. Nima degan Arximed pichog'i? Bu chizmada hozir bo'lgan yuza xuddi ko'siblarning pichog'iga o'xshaydi. Terichilar bor, ko'siblar. Terini tozalagan paytda shuni pichog'i bo'ladi. O'sha uchun buni Arximed pichog'i deb nomlaydi. Arximed bu shaklda yuzini topish bo'yicha ish olib bordi. Xo'p, nima berilgan? Berilgan katta yarim doira berilgan. Katta yarim doira berilgan. Katta yarim doirani radiusi r. Mana bu doiramizning radiusi r1. Buni radiusi esa r2. Mana. Buni markazi O1, buni markazi O2, buni markazi O3. Yana o'sha masala. Yuzdan topish, o'rgandingizlar. Katta doira yuzidan mana bu ikkita doirani yuzini ayirsak, bu yerdan shaklning yuzi topiladi. Ammo lekin bu yerda yana bitta masala bor. Qanaqa masala bor? Mana shu nuqtadan mana shunday tushiramiz perpendikulyar. Mana shu perpendikulyar chizig'imizni x desak, bo'yalgan soha yuzi bilan yuzini mana shu x uzunligi bilan to'playdi. Qanday qilib? Masalan, men sizlarga aytsam, mana shu chizmada x ning uzunligi 6 ga teng desam, siz qanday qilib mana shu bo'yalgan sohaning yuzini topolasiz? Qiziqam, x dan to'piladimi? Topiladi. Bu uchun mana bu A, B nuqtalarni mana shu kesmaning uchi bilan tutashtiramiz. Kesmani uchi bilan tutashtirgan paytimizda mana bu burchak 90 gradus burchak bo'lsa bo'ladi. Nega?
Chunki diametrga tiralgan burchak to'g'ri burchak. Hozir bizda AB diametr ko'p. Qachonki ichki chizilgan burchak diametrga tiralgan bo'lsa, o qanaqa burchak bo'ladi? To'g'ri burchak bo'ladi. O'sha uchun uchburchak to'g'ri burchak hosil bo'ladi. Mana burchak tutadi, masalan, keling S deymiz. ABC to'g'ri burchak. Endi mana bu kesma X kesma to'g'ri burchakning balandligi bu. Balandligi bu. Xo'p, mana bu ikkita diametr esa balandlik ajratgan kesmalar bo'ldi. Bu ikkita R1, bu esa ikkita R2 ga teng. Ikkita kesma balandlik ajratgan kesmalar, X esa balandlik bo'ldi. Endi eslaymiz. To'g'ri burchakda balandlikning kvadrati proyeksiyalar ko'paytmasga teng edi. Shuning uchun mana bu X bu balandlik, ikkita R2, ikkita R1 bu proyeksiyalar, ya'ni katetlarning gipotenuzadagi nimasi edi? Proyeksiyasi, foyasi edi. Shuning yozamiz ana X ning kvadrati teng 4x1 R1 R2. Ana endi qanday qilib biz R1 R2 ni bilgan holda bo'yalgan shaklni topamiz? Birinchidan, agar katta yarim do'raga qarasak, katta yarim do'raning radiusi ikkita R2, ikkita R1 ga teng. Diametr. Demak, katta do'raning radiusi R1 plus R2 ga teng. Chunki katta do'raning diametri ikkita R1, ikkita R1 plus ikkita R2 ga teng. Demak, o'z navbatida radius qancha teng bo'ladi? R1 plus R2 ga teng bo'ladi. Hozir aytdik, demak, bo'yalgan shaklning yuzi katta yarim do'ra yuzi. R1 plus R2 ning kvadrati ko'paytiramiz pi bo'lamiz 2, chunki yarim do'ra-ku. Ayiramiz mana bu ikkita do'rani yuzini. Bittasining yuzi R2 kvadrat kara pi, ikkinchisining yuzi R1 kvadrat kara pi bo'lamiz 2 ga. Katta yarim do'ra yuzidan ikkita do'ra yuzini ayirib tashladi. Ayirib tashlagan paytimizda hozir bo'yalgan sohaning topiladi. Endi hozir agar qavsni ochsak, suratida ikkita R1 R2 ko'paytirilgan pi bo'lingan 2 ikkilar qisqaradi. R1 R2 kara pi bu bizda S soha bo'ladi, bo'yalgan sohaning yuzi bo'ladi. Bizda x kvadratni 4R1 R2 ni bilamiz. Demak, x ni o'zi 2 ildizosti R1 R2 ekan. X ni o'zi. Kvadratga qo'shilsak, bundan R1 kara R2 ni topolsak, bu x kvadrat taqsim 4 bo'ladi. Keltirib qo'yamiz ana shuni R1 R2 o'rniga. Keyin S soha teng bo'ladi. X kvadrat taqsim 4 ko'paytirilgan pi. Demak, agar siz mana shu kesmaning uzunligini bilsangiz, bo'yalgan sohani topiladi. Hozir misolimizda 6 deb berilganda, demak, S soha teng 6 ning kvadrati 36 taqsim 4 ko'paytirilgan pi. Bo'yalgan soha nechaga teng ekan? 9 ta pi ga teng ekan. Davom etamiz. Keyingi masala bu bizda sektor yuzi. Doiraviy sektor. Uch aynalar markazida bo'lgan tomonlari radiuslar va aynalar yo'yi bilan chegaralangan sohaga doiraviy sektor deyiladi. Doiraviy sektor nima? Aynalar markazi radiuslar va doira yo'yi bilan chegaralangan sohaga doiraviy sektor deyiladi. Aynalar markazi, radiuslar va aynalar yo'yi bilan chegaralangan sohaga doiraviy sektor deyiladi. Mana doiraviy sektor. Aynalar markazi, radiuslar va aynalar yo'yidan tashkil topgan soha. Doiraviy sektor. Endi biz doiraviy sektor yuzini topishimiz kerak. Bizda doira yuzi bor edi. Doira yuzi uchun formula pi r kvadrat edi. Biz pi r kvadrat bilan doira yuzini topamiz. Doira yuzi
Agar sektorning markaziy burchagi alfa bo'lsa radianda. Buni yozamiz. Pi r kvadrat 2 pi ga mos kelyapti. Radianda. Chunki bitta doira 2 pi aylanadi. Nima mos keladi deymiz? Alfa radianda. Proporsiya qilamiz. Proporsiya qilib ko'paytirsak 2 pi x teng bo'ladi alfa kara pi r kvadratga. Pi la qisqaradi, x teng bo'ladi 1/2 r kvadrat alfa. Demak, doira yuzini topish formulasi 1/2 r kvadrat alfa. Alfa bu yerda nima bo'lyapti? Sektorning markaziy burchagi bo'lyapti. Doira sektorning markaziy burchagi alfa. Sektorning yuzi 1/2 r kvadrat alfa. Alfa radianda. Alfa radianda. 2 pi radianda oldingmi? Radianda. Endi alfa radianda bo'lmasa-chi, ya'ni gradusda berilgan bo'lsa, birinchidan gradusda berilgan radianda o'tib bo'ladi. Ikkinchidan shu proporsiyamizni boshqacha qilamiz. Yana yozamiz. Pi r kvadrat yuza 360 gradusga mos kelyapti proporsional ravishda. Alfa gradusga qanday yuza mos keladi deb proporsiya qilsak, sektor yuzi, doiraviy sektor yuzi topiladi. Pi r kvadrat alfa bo'lingan 360 degan formula hosil bo'ladi. Bu qachonki endi gradusda berilgan bo'lsa. Pi r kvadrat alfa taqsim 360 dan bu sektor yuzi. Agar gradusda berilgan bo'lsa, mana shu topiladi. Sektor yuzi misol ko'ramiz. Mana savol quyidagicha berilgan. Doiraviy sektor berilgan. Doiraviy sektorda ayni radiusi 4 deb berilgan. Yo'l uzunligi esa 6 deb berilgan. Sektorning yuzini toping deymiz. Bizga doiraviy sektor yuzini topish uchun yetmayapti, markaziy burchak yetmayapti. Agar markaziy burchak bilsak, formula qo'yamiz. 1/2 r kvadrat alfa. Alfa radianda. Nima bilamiz? Yo'lning uzunligini bilamiz. Eslaymiz. Yo'lning uzunligini topish formulasi L teng r kara alfa edi. Hozir uzunligi bor yo'lni, radius bor, alfa topamiz. 3/2 markaziy burchakni qanday topdik biz? Markaziy burchakni biz radianda topdik. Va bu doiraviy sektorning markaziy burchagi necha ekan? 3/2 ekan. Radianda. Endi aytishimiz burchak ham 3/2 bo'ladi, albatta. Bir burchak ham bor. Nima degani bir burchak? 57 gradus degan taxminan. Radianda-da. 1,5 degani bu почти 90 gradus degani. Demak, agar 1,5 bo'lsa bu deyarli 90 gradus. Chunki burada 90 gradus. Demak, bizim markaziy burchak bormi radianda? Bu doira yuzi esning 1/2 r kvadratdan radiusning kvadrati 16 ko'paytiramiz. Alfa 3/2 qisqargandan keyin necha bo'ladi? 12 bo'ladi. Demak, ana shu doiraviy sektorimiz necha teng ekan? 12 ga teng. Mana tahlil qilamiz. Xo'p, navbatdagi savolga qaraymiz. Doira berilgan. Doirada mana bu markaz, O doira markazi. Mana bu A nuqta, urinish nuqtasi. Bu B, bu esa C. Endi mana shu doirada A, B, O burchak 30 gradus. Burchak A, B, O 30 gradus. A urinish nuqtasi. OB 4 ga teng. OB hammasi 4 ga teng. OB 4 ga teng. Xo'sh. Pi 3 deb olinsin. Topish kerak. Mana shu buyalgan soha yuzini. Mana shu buyalgan soha yuzini topishimiz kerak. Demak, biz hozir buyalgan soha yuzini topishimiz uchun savol paydo bo'ladi. Nimani bilishimiz kerak? Birinchi navbatda agar O aynalar markazi bo'lsa, A nuqta urinsa, OA bizada
radius bo'ladi va radius umuman nima bo'ladi? Perpendikular bo'ladi. Endi bizda o'zi OBA uchburchak hosil bo'ldi. Uchburchagimiz qanaqa? To'g'ri burchak. Uchburchak hosil bo'ldi, to'g'ri burchakda. Shu uchburchakdan uchburchak yuzidan mana bu doiraviy sektor yuzini ayiramiz. Nega? Chunki bizda hozir mana bu C A bo'lak bu nima bo'lyapti? Doiraviy sektor bo'lyapti. Agar uchburchak yuzidan doiraviy sektor yuzini ayirsak, bu yerdan so'z topiladi. Bu bizda o'tdi. Bu nechaga teng? 60 ga. Endi aynan radiusni topishimiz kerak. Faqat OB ni bilamiz to'rtligini. Xo'sh. Uchburchak OAB to'g'ri burchakmi? 30 gradus qancha topiladi? Yarmiga teng. Demak OB to'g'ri bo'lsa, OA nechi? 2. Demak radius nechi bo'ldi? 2 bo'ldi. Endi ana bu hozir bizda 30 gradus, 60 gradus degan 233 mi? AB 233. Birinchi S uchburchak topamiz. Uchburchak yuzi. Mana OAB uchburchak yuzi. 1 taqsim 2 ko'paytiramiz 233. Qisqaradi nechi bo'ladi? 233 bo'ladi. Uchburchak yuzi topildi. Endi topamiz S sektor topamiz. S sektor. 60 gradus sektor topmoq bo'lsa 1 taqsim 2 yozamiz. R kvadrat 4 ko'paytiramiz alfa. 60 ko'paytiramiz. 60 degani pi taqsim 3. Qisqargandan keyin 2 pi taqsim 3 va aytildiki pi 3 deb olinsin. Agar pi ni 3 deb olsak 2 chiqadi. Endi bu yargan sohani topish uchun 2 dan uchburchak yuzidan ayiramiz nimani? Sektor yuzini. Nima topiladi? S soha topiladi. Mana bu yargan sohani yuzini topiladi. 233 minus 2 bo'ladi. Doiraviy segment yuzi. Doira. Vatari. Doira vatari. Va yo'yi bilan chegarlangan yuzaga doiraviy segment deyiladi. Doiraviy segment. Doira vatari va doira yo'yi bilan chegarlangan yuzaga doiraviy segment deyiladi. Mana bu doiraviy segment. Segment yuzni topish uchun aynan markazdan vatar oxirlariga o'tkazamiz. Radiusni o'tkazamiz. Mana bu markaziy burchagimiz alfa. Markaziy burchak alfa. Endi segmentni topish uchun sektor yuzidan uchburchak yuzini ayiramiz. O'shanda segment yuzi topiladi. Hozir biz sizlar bilan sektor yuzini topdik. 1 taqsim 2 r kvadrat alfa. Ayiramiz uchburchak yuzini. 1 taqsim 2 r kvadrat sinus alfa. Shunda S segment teng bo'ladi 1 taqsim 2 r kvadrat alfa ayrilgan sinus alfa. Shunday qilib segment yuzi 1 taqsim 2 r kvadrat alfa ayrilgan sinus alfa bilan topiladi. Bu bizda doiraviy segment yuzi bo'ladi. Misol ko'ramiz. Radiusi r ga teng bo'lgan doiraning 90 gradusli yo'yiga mos keladigan segment yuzini toping. Demak, berilgan bizda radiusi r ga teng bo'lgan doira. Shu doiraning 90 gradusli yo'yiga mos keladigan segment yuzini topishimiz kerak. Agar yo'yimiz 90 gradus bo'lsa, demak mana shu segmentimiz vatar oxirlari bilan to'shilgan paytimizda markaziy burchagimiz ham qancha teng bo'ladi? 90 gradusga teng bo'ladi. Endi 90 gradusga teng bo'ladi. Ana endi hozir biz segment yuzini topmoqchi bo'lsak, formula qilamiz. 1 taqsim 2 r kvadrat
R kvadrat. Alfa. Alfa 90 gradus. Pi taksim 2 ayrılgan sinüs 90. Buna şey yapalım. Formulaya qarayın. 1 taksim 2 R kvadrat alfa radiandir. Nima uchun pi taksim 2 oldu? Çünkü 90 grad radianı pi taksim 2 bo'ladi. Ayrılgan sinüs 90 edi. Mana formulaya qo'ydik. Mana bu 90 gradus bo'lsa segmentni yo'yi. Demak, markaziy burchdan 90 gradus. Endi hisoblaymiz. Hisoblagan paytimizda qavsdan ochgan bo'ladi. Pi R kvadrat taqsim 4 ayrılgan R kvadrat taqsim 2. Bundan R kvadratni chiqarib olsak 2pi ayrılgan 1 taqsim 4 deb to'pladi S segment yuzi. Demak, segment yuzi R kvadrat 2pi ayrılgan 1 taqsim 4 ga teng. P minus 2. Umuman haj bergan paytda xato beramiz. Umuman hajni buni so'ramaymiz. Umuman haj berganimizda bu bizada pi minus 2 taqsim 4 bo'ladi. O'sha uchun R kvadrat taqsim 4 pi minus 2 bo'ladi. Navbatdagi savol. Radiusi R ga teng bo'lgan doira markazidan bir tomonda ikkita bir-biriga parallel vatar o'tkazildi. Radiusi R ga teng bo'lgan doira markazidan bir tomonda o'zaro parallel ikkita vatar o'tkazildi. Bunda ularning biri 120 gradusda, ikkinchisi 60 gradus yo'llanib turadi. Bunda bularning biri 120 gradusda, ikkinchisi 60 gradus yo'llanib turadi. Bittasi 120 gradus, bittasi 60 gradus. Katta yo'l 120, kichik yo'l 60 yo'llanib turadi. Savol: vatarlar orasida joylashgan maydon yuzini toping. Vatarlar orasida joylashgan maydon yuzi. Bu nima degani? Bu degani biz siz bilan hozir mana bu yerdan topishimiz kerak. Mana bu yerdan sohani topishimiz kerak. Buni bizada doiraviy qatlam deyiladi. Bu doiraviy qatlam. Demak, biz doiraviy qatlamni topishimiz kerak. Radiusi R nima qilamiz? Bu uchun katta segment yuzidan kichik segment yuzini ayiramiz. 120 gradus segment bitta bor va 60 gradus segment bitta bor. Ayiramiz. Bu yolg'on sohasi topiladi. Xo'p. 1 taqsim 2 R kvadrat 120 gradus 2pi taqsim 3 ayrılgan sinus 120 gradus. 1 taqsim 2 R kvadrat pi taqsim 3 ayrılgan sinus nechi? Sinus 60 gradus. Nima qildik? Segment yuzi formasiga qo'ydik. Segment yuzi formasi bittasiga 120 gradus qo'ydik, bittasiga esa 60 gradus qo'ydik. Ularning kattasi 120. Birinchisi ikkinchisi ayirishimiz kerak. Birinchi farq so'rab olamiz ichini. Qavsdan ochib olsak ham bo'ladi. Ochib olsak pi r kvadrat taqsim 3 ayrılgan 1 taqsim 2 sinus 120 ildiz 3 taqsim 2. İkincisi qavs olsak pi r kvadrat taqsim 6 ayrılgan 1 taqsim 2 ildiz 3 taqsim 2. Yana aytadigan paytimizda qisqarib ketadi. Bunga 2 ta beramiz. Natijada pi r kvadrat taqsim 6 qoladi. Bu nima bo'ldi? Bu bizada sohaning yuzi bo'ldi. Mana shu bu yerdan soha yuzi pi r kvadrat taqsim 6 bilan toplanadi. Milliy sertifikat imtihonida tushgan savol. Chorak doira berilgan. Chorak doira. Çorak doiraning ichida vatarlar berilgan. CD vatar, CD vatar va DB vatar. CD va DB vatarlar berilgan.
va A nuqta ham berilgan. CD vatar 1 ga teng, BD vatar 3 2 ga teng. Rasmda aynalarning 4dan 1 qismi tasvirlangan. Aynalarning AC teng AB teng R. Yani ayna radiusga teng R. CD1, BD berilgan. Xo'p, savollar. Birinchisi sinus burchak CAD'ni toping. Yani ichki burchagini toping, sinus ichki burchagini toping. Sinus CAD'ning ichki burchagini toping. CAD uchburchak yuzini toping. CAD uchburchak yuzi kerak. Va yana nima kerak? Va bizda kerak bo'ladi sinus CAD. Xo'p. Ushbu misolimizda e'tibor bersangiz, ana bu chorak doira, 90 grad. Agar bu burchak alfa bo'lsa, bu burchagimiz 90 minus alfa bo'ladi. Ikkita uchburchak uchun ham kosinusdan teoremasini yozamiz. Yani CD va BD tomonlarini kosinusdan teoremasini topamiz. Birinchi CD tomoni uchun yozamiz. ACD uchun 1 bo'ladi 2 ta R kvadrat minus 2 ta R kvadrat sinus alfa bo'ladi. To'g'ri? Sinus alfa emas, nima bo'ladi? Kosinus alfa bo'ladi. Kosinusdan teoremasiga ko'ra kosinus alfa bo'ladi. Ikkinchi uchburchagimiz ABD ga yozadigan bo'lsak, 3 ning kvadrati 18 R kvadrat qo'shilgan R kvadrat 2R kvadrat ayrılgan 2R kvadrat kosinus 90 minus alfa sinus alfa keladi. Keltirish formulasiga ko'ra. Kosinus teoremasidan biror bir tomonning kvadrati qolgan ikki tomonning kvadratlari yig'indisidan ayiramiz. Shu tomonlar ko'paytirib ikkilanadi sinus. Yani orasida bo'yicha kosinus. Orasida bo'yicha kosinus 90 alfa sinus alfa keladi. Endi birinchi tenglamadan 2R kvadratni chiqarib bo'lsak, 1 minus kosinus alfa qoladi. Ikkinchisidan 2R kvadratni chiqarib olsak, 1 minus sinus alfa qoladi. Bo'lib boramiz, qisqarib ketadi. Bo'lib borgan paytimiz 1 taqsim 18 teng bo'ladi 1 minus kosinus alfa 1 minus sinus alfa. Proporsiya qilamiz. 1 minus sinus alfa 18 minus 18 ta kosinus alfa. Xo'p, endi 18 ta kosinus alfa 18 ta kosinus alfa ayrılgan sinus alfa teng bo'ladi nimaga? 17 ga. Endi biz mana bu tenglamani trigonometrik tenglamani yechib CAD sinus alfani topishimiz kerak bo'ladi. Qanday qilib yechamiz? Xo'p, mana bu yerda hozir bizlar 17 ku. Shuni 18 deb chiqarib olamiz. 18 ayrılgan 1 deb yozamiz. 18 ayrılgan 1 bo'ladi. Keyin 1 tomon 18 deb yozamiz. Kosinus alfa ayrılgan 1 bo'ladi. Sinus alfa bu tomonga o'tkazsa, sinus alfa ayrılgan 1 qoladi. To'g'ri? Hozir misolda yo'qsa o'zi keladi, qaytib ketadi. 18 minusga ko'paytirib olamiz. 1 minus kosinus alfa degani 2 ta sinus kvadrat alfa taqsim 2. Xo'p, endi buni minusga ko'paytirsak 1 minus sinus alfa qoladi. Lekin hozir bizda 1 minus sinus alfa yozsa bo'ladi. Sinus xo'p, alfa taqsim 2 ayrılgan kosinus alfa taqsim 2 ning kvadrati deb yoziladi. Shunda yozganimizdan keyin qavsdan ochamiz. 6 ta sinus kvadrat alfa taqsim 2 teng sinus kvadrat alfa taqsim 2 minus 2 ta sinus alfa taqsim 2 kosinus alfa taqsim 2 qo'shilgan kosinus kvadrat alfa taqsim 2. Endi bir tomga o'tkazib olamiz. 35 ta sinus kvadrat alfa taqsim 2 plus 2 ta sinus alfa taqsim 2 kosinus alfa taqsim 2 minus
Kosinüs kvadrat alfa taqsim 2 teng 0 bo'ladi. Endi kosinüs kvadrat alfa taqsim 2 bo'lib olsak bo'ladi. Shunda sinus bo'lgan kosinüs tangens alfa taqsim 2 teng bo'ladi. 35 ta t kvadrat ayrılib qo'shilgan 2 ta t ayrılgan 1 teng bo'ladi. Diskriminant falan, diskriminant 4 qo'shilgan 4 kara 35. Burası 44 bo'ladi. Burası 44. Minus 2 plus minus 12 taqsim 30. Yok, taqsim 70. Taqsim 70. 70 bo'lgan paytimizda qo'shsak bittasi Minus 1 taqsim 5. 1 taqsim 7 yoki minus 1 taqsim 5. minus 1 taqsim 5. Endi bizda tangens alfa taqsim 2 ni manfiy deb ololmaymiz. Chunki bizda alfa o'zi 90 dan kichik. O'sha tangens alfa taqsim 2 ni 1 taqsim 7 deb olamiz. Endi sinus alfa taqsim 2 ni tangens alfa sinus alfa ni ya'ni ana bu CAD burchak sinusini sinus alfa ni topmoqchi bo'lsak tangens alfa taqsim 2 bilan 2 ta tangens alfa taqsim 2 bo'lingan 1 qo'shilgan tangens kvadrat alfa taqsim 2. 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 7 1 qo'shilgan 1 taqsim 49. 50 bo'ladi. 14 taqsim 50 7 taqsim 25.